yoshlarga ham bir ta'sir bo'lmaydi. Men bir yosh shoirimiz, umidli, ardoqli shoirimiz Nasrullohga navbat bermoqchiman. Marhamat. Gerçi rasman ozod so'z bayrami, she'riyat bayrami bo'lmasa ham bugun men uchun mana shu antologiyani taqdimoti, so'z erkinligi, betoqat, unga yaqin kitoblaringiz taqdimoti shaxsan men uchun bayram. Nima uchun bunday deyapman? Sababi dunyo she'riyati antologiyasi bu birinchi o'rinda sizni she'riyatingiz, ikkinchi o'rinda o'sha jahon shoirlarining she'riyati, uchinchi o'rinda bu bizning she'riyat. Biz yozishga jur'atimiz yetmagan she'riyat. O'zbek she'riyati shubhasiz, shubhasiz buyuk she'riyat. Men hech qachon shak keltirmayman bunga. Lekin men shunday o'ylaymanki, bu bizni ham yozishga jur'atimiz yetmagan she'riyatimiz. Mana shu kitoblarda ko'raman. Karim aka, men bugun zamonamiz qahramoni kim deb so'rashsa, men hech o'ylab o'tirmasdan Karim Bahriyev degan bo'lardim. Sabab bizani millatni Karim Bahriyevdek farzandlari bir 10 ta bo'lganda edi. Karim akani yonida bizani millat boshqacha bo'lardi deb tasavvur qilaman va Karim Bahriyev bilan yurtdosh bo'lganimdan, zamondosh bo'lganimdan faxrlanaman. Va hozir men o'ylab o'tiribman, bizani zamondoshlar hozir kimga zamondosh ekanini his qilmayapti deb o'ylayman. Bu masala biz hal qilib turish kerak edi. Mana shu nimalar hozir meni ko'nglimdan o'tyapti. Va meni yana bir havas qilgan joyim, o'sha Karim aka hurriyatdan ketganlarida nima xalarlarni sindirib o'tib o'rmadi.